Jamiyatning rivojlanishi albatta insonlar harakati, nima desam, ularning ehtiyoji hamda ularning fikrlash dunyoqarashiga qarab doimiy ravishda hisobsiz rivojlanib inson o'zi uchun kerakli bo'lgan har qanday sharoitni o'z demak qo'li orqali yaratadi, ya'ni taqdirni ham o'zi yaratadi. Shunday ekan bizning maktabimizda jamoasi ham hozirgi vaqtda shu maktabning sharoitlarini o'sha davrga mos ravishda rivojlantirish uchun turli xil tadbirlarda faol ishtirok etishmoqda. Masalan, byudjetda ishtirok etish natijasida maktabimiz o'sha interaktiv maskalarni hamda kompyuter vositalarga ega bo'lishdi. Yaqinda mening maktabim loyihasida ishtirok etib, kuzatuv kameralarni, o'rindiqlar hamda velosipedlar uchun turadigan o'rindiqlarni yutib olishga harakat qilmoqda. Endi tumanimiz miqyosida viloyat hamda respublika miqyosida maktabimizda o'rni juda ham o'ziga xos o'ringa ega. Bunda demak avvalambor mana shu maktab o'quvchilarimizning fan olimpiadalarida ishtiroki va ularning sovrinli o'rinlarga ega bo'lishi, maktabimizdagi ustozlarning yil o'qituvchilari shu tanlovlarda ishtirok etishi yoki bo'lmasa o'sha hozirgi zamonga mos ravishda demak hozir biz bilamiz jamiyat qanchalik rivojlanib bormoqda ekan, demak o'sha davrga mos ravishda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishda turli xil metodlardan almashinish bo'yicha maktabimizdagi ko'pgina o'qituvchilarimiz mentor hamda yetakchi o'qituvchi sifatida ishtirok etishi, hozir maktabimizdagi ikkita pedagogimiz Turkiya davlatida malaka oshirishga borishgan. Demak, bunda matematika fani o'qituvchisi Jo'raboyeva Ma'mulda, ingliz tili fani o'qituvchisi Rasulova Dildora kabi o'qituvchilarimiz hozirgi vaqtda malaka oshirish jarayonlarini amalga oshirmoqda Turkiyada. Bundan demak e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, maktabimiz o'rni juda ham katta ekan. Mana shu yil o'quvchisi tanlovida respublika o'quvchisi, ingliz tili o'qituvchisi Rasulova Dildora, fransuz tili o'qituvchisi Ravshan Umid kabi demak o'qituvchilarimiz ishtirok etib, Zafarobodga ega bo'lib, Zafarobod tumanini nomini ko'tarib, Zafarobod tumanini demak yuqori o'rinlarga sazovor qilishdi. Bundan tashqari ko'pgina o'qituvchilarimiz o'sha xalq olisi unvonlariga, bundan tashqari shuhrat medali kabi medallarga ham erishgan. Bu esa albatta bizning maktabimizning o'rnini albatta mana shu yerda faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarimiz hamda jamoamiz va bunga e'tibor berayotgan rahbariyatning o'rni deb hisoblayman. Rahmat ustoz, sizga ham mana shunday xizmatingizda charchamay, fidoyilik bilan faoliyatingizni olib borasiz.